Sizning Alloh uchun deb talab qilganingiz urush shumi? Yo sizlar Alloh yo'lida shunday urushasizlarmi? Va'da va ahdingizga naqadar yolg'onchisiz. Allohga iymon keltirdim deysiz, ammo uning muhabbatini qozonmoq haqida o'ylamaysiz. Agar foyda topsangiz, Alloh yo'lidan yurasiz. Foyda ko'rmasangiz, teskari burilasiz. Joningiz omon qolsa, biror xatar bo'lmasa, xavfdan xoli bo'lsangiz, Alloh yo'lidaman deb ko'krak kerasiz. Joningizga xatar yetishi bilan ahdingizni unutib, ortga burilib qochasiz. Lekin siz qo'rqoqlarcha qochasiz. Robbingizga yuzlashmoq haqida o'ylamaysizmi? Modomiki bunday sinovlarga dosh bermas ekansiz, nima uchun da'vo bayrog'ini ko'tardingiz? Nima uchun urush qilaman dedingiz? Haddingizni bilib gapirsangiz bo'lmaydimi? Yo'q, siz haddingizni bilmaysiz. Siz va'daboz va sergapsiz.